Qarab turing. Обычный signal. Bu signalni qanday qo'yadi? Mana shunaqa ham bo'ladi. Ko'rinishi buni oq rangda, ammo bu mikrosxemasi bu ikkita signal. Bu simga ulangan bo'ladi, adashish mumkin emas. Endi radiator решеткani ochamiz. Undan keyin bizga merch signal turibdi ikkita. Shuni ustidan qotiramiz mana shu yerdan. Mana bu signalni ustiga qotirmoqchi edim, lekin bittasi ishlamagan signal. Bittasini olib tashladim. Tekshirib ko'rgandan keyin bitta signal qoldi. Mana takka uni pastga qaratib qo'ydi. Mana unisini suv kirsa ham qaytib tushib ketsin deb. Mana bu plus, pramoy plus ulaysiz. Izolentaleyman keyin. Minusini mana massaga qotirdim. Mana bu minusga tegursam hozir signal ishlaydi. Bu signalni shunda o'g'lamoqchiman. Ichkaridan o'zgartirsa bo'ladigan bo'lib. Hozir buni o'zgartirish uchun yana bitta reli qo'yish kerak. Relini qanday ulanishi? Mana 5 kantalik reli qo'yish kerak. Birinchisi massa, ikkinchisi boradi salonga. Bunga plus tok bersak, pastdagi signal ishlaydi. Agar tok uzilsa, только ustdagi ishlaydi. Bu qanday ulanadi? Mana bu roldan kelayotgan minusni, mana bu kiruvchi relini kiruvchisiga ulanadi. Keyin mana o'rtadagisiga mana bu tok kelmasa ham ishlab turish uchun mana bu signal ulanadi. Tepadagisiga mana chiquvchisiga pastdagi signal minusi ulanadi. Agar hozir mana bunga plus tok bersak, pastdagi signal qo'shiladi avtomatik. Agar tokni o'chirsak, ustdagi postoyanli qo'shig'i yuradi. Bu uchun reli ham, bu religa ham nagruska bo'lmaydi, postoyanli qo'shig'i yurmaydi. Bu signalni postoyanli qo'shmayman. O'zlaring bilasizlar nima bo'lishini? Endi mana shu bitta ko'ksim qolibdi. Shuni salonga olib borib knopkaga ulayman. Signalni unisidan bunisiga o'zgartirish uchun mana shu knopkani ishlatmoqchiman. Kurutilka braytigan. Men nimaga buni ishlataman? Mana faram prostoy. O'zi Nexia 1, Nexia 2 tarpeda qo'yilgan. Shu uchun bu bekor turibdi. Mana shu uchun ishlatmoqchiman. Hozir buni olamiz, ichini ochamiz. Mana knopkani ichini ochganimizda mana shunaqa ko'rinish bo'ladi. Qizil sim, qora simni bayatladim. Qizil simni plus ulaymiz, qora sim relidan kelgan simga ulaymiz. Endi tekshiramiz. Qarab turing. Обычный signal.